Ramazonning oxirgi kechasida ro'zadorlarning hamma gunoh kechiriladi. Birodarlar, 1 yilda to'planib qolgan bo'lsa gunohlarimiz, aniq ishonaylik, Alloh taolo yuvib tashlaydi. Shunda ya Rasululloh, u qadr kechasida bo'ladimi shu ish deb so'rashdi. Payg'ambarimiz aytdilar, yo'q. Xizmatchi qachon ishini tugatsa, uning haqqi to'la qilib beriladi. Bugungi ro'zani tutdingmi? Iftor vaqti bo'ldimi? 1 kunlik ro'za tugadimi? Alloh taolo gunohni yuvib kechiradi. Kim Allohning rahmatiga, mag'firatiga muhtoj emas? Kelinglar bir o'zimizga bir ahd qilaylik. Taravih namozlarini birortasini qoldirmaylik. Qur'on tilovatida hozir bo'laylik. Agar o'qishni bilmasak, toqatimiz bo'lmasa, bir o'rganmagan bo'lsak, eng kamida somiy bo'lib mana shu savobga ega bo'laylik. Chunki qiyomatda inson bitta subhanallohning savobiga muhtoj bo'ladi. Bitta savobga. Ana shu qadr kechasida turmaganligiga, taravihlarda turmaganligiga inson qattiq pushaymonlanadi.